Kelang mashin ko'ryapmiz, ko'raman mashin azan. Bu mashin qancha? 12 tuman. Baba Bowie. Ya e'tibor 3 tuman qilib bo'lib, 9 tuman jami. Qanday siz 9 tuman bo'ldi? 12 tumandan 3 tumandan e'tibor bersangiz qanday siz 9 tuman bo'ldi? Porsche va o'rganmaganman. 10dan 3 dan alsak 7 bo'ldi. 7 ga 2 ni qo'ysak 9 bo'ldi. Men bir misol aytib beray. Men 8 ga 6 ni qo'shganda bevosita 14 olmaydi. Men 8 ga 2 ni qo'shganda 10 bo'ldi. 10 ga 4 ni qo'shganda ondan 14 bo'ldi. Buni sovush ifodaymiz. Ma 15 dan 7 ni alsak bevosita 8 bo'lmaydi. Ma 10 dan 7 ni alsak 3 bo'ldi. 3 dan 5 ni qo'ysak ondan 8 bo'ldi. Mana jiyesh ifodaymiz. 16 dan 8 ni alsak bevosita 8 bo'lmaydi. Mana 8 ni 2 ga bo'laymiz. 6 bilan 2 ga. Ondan 16 dan 6 ni alsak 10 bo'ldi. 10 dan 2 ni alsak ondan 8 bo'ldi. Buni pingish ifodaymiz. Bildingmi? Annasi imtihonda oldi. Ya men bilmadim. Men tunji qatim bu matematikaning bundan murakkabligini his qildim. Muzdek iching'a. Matematikani o'rganmagan yerda bu adabiyotni qanday o'rganmoqchi? Bu ping o'zgaraydi, bexos o'zgaraydi, to'ying o'zgaraydi. Siz zot imtihon qancha numar olmoqchi? Men imtihon bermayman. Siz berayapsiz? Yo'q, men bermayman. Kim berdi o? Bizning uydagi bal berdi. Siz o'quvchining onasikansiz-da. Hatto men bir yuvshudi shavshirishim jajang. Nam sharpingizni ko'p anglagan yuvshudi jajang. Men xatolashibdiman. Xo'jon. O bizning matematikada shu 9 ga 4 ni qo'shsak 13 bo'ladi. 9 ga 5 ni qo'shsak 14 bo'ladi. Muzdekdan 3 ni olsa 15 ashtalam biz yodlaydik buni jashipa ish qilib ma mashina yo'q qilib bo'lib azon qilib bo'lib 9 tuman. Mening buni chattig'im yo'q. Bu balni maktabga olib borib akildigan mashinanki 9 tuman bo'lamdi, 90 tuman bo'lamdi. Bundan qarim yo'q. Meni ansiraydig'ini buni haydab chiqqanda xalqlar buni bo'zaq qilarmi? Mashina to'xtash maydonida xalqlar bir chiqisha olarmi? Maktabdagi boshqa mashinalarning zumgarligiga uchrarmi? Mashina o'g'irlari buni yarim yo'l olib ketadimi? Bu nima ishchidu? 92, 95. Bu navoda teshida qalayimqan axlatmaylarni yabos qanday qilma. Bu hammasi o'xshash yashdagi mashinalar. Bu nima boshqa mashinalardan faqa. Kundim shehrillar qarab. Bu ko'z lazim emasmi? Yo'q, pishloq. Dastan sirt kitoblarini o'qidingmi? Ha? Men taychenda, gangqin, vudo dastirini men bekor pul to'ldimmi? Qarang, siz kapshivat qilib 2 minut bo'ldi. Qo'lingizdagi muzdekni ichib qo'ying. Unda qilmang do'stim. Bu kim qo'rqinchi selvat sizga zade? Ha? Ma bala degan sizning geningizning davomi. Bu bala degan sizlarning oilanglarning, sizlarning turmushinglarning sizlarga bo'lgan sovg'isi. Uningga lozimligi hamroh bo'lish, ilhom berish. O natija vaqt kelganda bir tiyinga arzimaydi. Men o'zingiz qarab beqing, sarang bo'layli deb siz kiyim kiyib taloq chiqsangiz sarangsiz hozir. Ma tarbiya, ma'rif degan o'g'itish, yetaklash, yetildirish va beqishdir. Bu yerda hargizmi hammasi bir o'xshash maktab tushirib olsa, maktab kutagandan keyin hammasi o'xshash bir ishni qildi deganlik emas. Imtihon natijasi bor, men bir odamning aql parastini isbotlayolmaydi bu. İşte to'xtamay savol ishlab, shoti qilish, obu kurus deganlarning hammasi bor. Tug'min talant telefoning oldiga kelganda bu bijada qoladi u. Shivan bachelli bijada qoladi. Telefoning oldida. To'g'ri, ha, bilim odamning taqdirini o'zgartiradi, ha, to'g'ri. Lekin hamma odamninkini emas. Menchos bor, gulni gululashga, daraxtni daraxtulashga yo'l qo'yash har bir ma'rif xizmatchisi va sizlardek ota-onalarniki mas'uliyati deb o'ylayman. Ata-onalar o'zininki ota-onalik salohiyati qaytib kelsin. Xuddi mashinaga o'xshashlam. Baliga shamoldan, yomg'irdan pana bersin. Isib ketsa ko'ngtav echib sovuq bersin. Sovuq olib ketsa ko'ngtav echib isitib bersin. Balanimi bu o'zining balaligiga qaytarib beringlar. Bala mana o'sha oq o'rindiqda, mana. O'sha oq o'rindiqda sizlarning oqanglarda xotirjam o'tdasin. Aşağıda g'am andisiz sirtqi manzillardan tomosha qilsin. Sizlarning keyininglarda o'tirib uyanchiq o'ynasin. Hozircha hech bo'lmasa vaqtincha bo'lsa, men
aldırki yoldan ensirmisin. Bu köz aldığımızki qatnaş qısqançılığı sebeplik balaның 20 yıldan keyinki yol ahvollari ishlari uchun endish qilishning hech qanday hojati yo'q. Kim biladi 20 yildan keyin yo'llar texmi kengrayib, qatnash vositalari butunlay o'zgarib ketamdi otaxa. Men alay. Pul to'lagan aynan. Hey mashinchi, siz balangiz bo'lgan tarbiyangiz bek cho'nqurga. Buni siz qanday his qilgan? Menchi bo'lsa bala u eng oldi bilan 11 inson.